Suv tegan kanalimizdan yaxshi holatda Nexus 2 so'ragan ukalarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexus 2 avtomobil ekan. Mashinaning holati tinov ekan, tepa past ledlar taqib qo'ygan ekanlar. O'zining shtatniy diskalarida yaxshi balonlardan taqib qo'ygan ekanlar. Mashinamizni pasatga qilib ko'tlarni cho'ktirib qo'ygan ekanlar. Orqa eshigida mana shunda miyatinali joyini ko'rdik. 10 ta oldi krilosli miyatinasi bor ekan. Salonlari ham akkuratniy holatda. Ko'rsanglar bo'ladi. Yurgan probegimiz 261 ming ekan. Mashinamiz super konditsioner. Bunaqasi kam hozir. Mashinaning holati zo'r ekan. Gulshitlarni porollaydigan qildirib qo'ygan ekanlar. Ancha rasxod qilib qo'yganman deyaptilar. Mashinaning holati idealniy ekan. Mana shu 10 ta oldi krilosida miyatinali joyini ko'rdik. Kraskalisiga keladigan bo'lsa, bitta shu oldi krilo bilan oldi eshikni pastida petno bor ekan. Motorning otsekini ko'rsanglar bo'ladi. Motorning otseklari ham idealniy bo'lib turibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Yaltirab turibdi. Suv tegan kanalimizdan olib mazax qilishing uchun 3800